Avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari tahlil qilinganda, ularning har ikkitadan bittasi piyodalar ishtirokida sodir bo'layotganligi. Buning oqibatida esa piyodalar jarohat olayotganligi, ayrim holatlarda o'lim kuzatilayotganligi ko'zga tashlanmoqda. Bunga esa piyodalar yo'l harakati qoidalariga amal qilmayotganligi sabab bo'lmoqda. Shularni inobatga olib, Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan piyoda qoidabuzarlar o'rtasida profilaktik reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Xavfsiz hudud profilaktik reyd tadbirlarimiz Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida davom etmoqda. Ushbu reyd tadbirlarida piyodalar uchun maxsus yo'laklardan o'tishlari hamda velosipedchilarning maxsus yo'laklarda harakatlanishi uchun ular bilan profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'llarda harakatlanayotganingizda piyodalar uchun maxsus yo'laklardan o'tishlaringizni hamda yo'l belgilariga amal qilib harakatlanishingizni so'rab qolamiz. Yo'l harakat qismidan piyodalar o'tish joylaridan o'tayotgan vaqtlarda uyali telefon vositasida foydalanish, nashriyot, kitob nashriyotlari, gazeta, jurnallar, naushniklardan foydalanib, yo'lni harakat qismidan kesib o'tib bo'lmaydi. Bunga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 138-moddasi bu. Bu kabi holatlarda qoidabuzar piyodalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli profilaktik suhbatlar olib borilmoqda.